Qiziq, juda qiziq. Mana Abdulla Abdullayev eng markaziy himoyachi, lekin shu bilan birgalikda bu nisbiy hozir aytaman, Otabek Shukurov ichkariga yorib kirdi. Kerak paytda endi bu kerak bo'lmasin-u, doimiy hujumga borishimiz. Hozir Oston O'runov ikki tushda himoyachini aldab o'tib ichkariga yorib kirdi. Zarba! Gol! Bir o'zi Oston hal qilib tashlayapti. Misr himoyasini ko'rmagandek o'tib ketyapti. O'runov tezkor. Qiziq, juda qiziq. Mana Abdulla Abdullayev eng markaziy himoyachi, lekin shu bilan birgalikda bu nisbiy hozir aytaman, Otabek Shukurov ichkariga yorib kirdi. Kerak paytda endi bu kerak bo'lmasin-u, doimiy hujumga borishimiz. Hozir Oston O'runov ikki tushda himoyachini aldab o'tib ichkariga yorib kirdi. Zarba! Gol! Bir o'zi Oston hal qilib tashlayapti. Misr himoyasini ko'rmagandek o'tib ketyapti. O'runov tezkor